Tog'a bu tog'. Faqat qurilish tugallanmagan tog', tushunyapsizlarmi? Sen tug'ilganingda ursam bo'lganman-da degan deb. Chanishni ursam bo'lsa, men tug'ilmay qolsam shuncha ish mayli, bir diplomingiz ham qilinmay qolib ketgan bo'lardi. Nima keragi bor ekan 7 yoshligimda menga haligi sigirni tug'ishini ko'rsatishdi yoki-da haligi kallasi uzilib ketgan tovuq badanidan qon chachirab hovliman bitta olib qaqaqda yugurib yurishini deyman-da. Xudodi o'zi menga seni yetkazdi-da jiyan. Shu 20 minut ikkovimiz mashishni qilib qo'yamiz jiyan. Ko'z qo'rqoq o'lbotir, men hisob berib turaman. 2 kamas qumda tog'a buni 2 kilometrga olib borish kerak deyapsiz. Keling kamas chaqira olaylik, men olib borib bo'lguncha tindag'imdan ham girij yetib ketadi tog'. Oxirida duo ham qilib qo'yadi. Hokim bo'lgin deganda. Xudo xolasa mana shu uchastkangiz bitib olsa, hokim bo'lishmi, boshqa ish qilishmi, bir monelik paydo bo'ladi miyamda. Ungacha mana shu mendan boshqa yana kimdir bitta chumol olsa ham ishlaganda ham bu Toj Mahalni qurib yuborardi bu yoqqacha uyingiz ichiga. Erta vaqting qanaqa deb berdi ish tugagandan keyin. Ertaga shu tog'a bugun shomdan chiqishga so'kchakka chiqib sakraverishni plan qilyapti.